Django amaliyot. 4-darsimizga xush kelibsiz. Xo'sh, tayyor bo'lsangizlar, demak darsimizni boshlaymiz. Bugun sizlar bilan 3 ta topshiriqni ko'rib chiqishimiz kerak bo'ladi. Birinchi topshiriq: foydalanuvchi ma'lumotlari. Ushbu topshiriqda biz URL orqali foydalanuvchining ismi va tug'ilgan yilini olinadi. Web sahifada uning ismi va yoshini ko'rsatish kerak. Masalan, user John 1990 ko'rib turibmiz. URL orqali John ismli foydalanuvchining 33 yoshli ekanligi ko'rsatilishi kerak ekan. 33 yoshli ekanligi ko'rsatilishi kerak. Xo'p, demak birinchi topshiriq shunaqa. Tug'ilgan yilni olib, yoshini chiqarish bu eng easy topshiriq. Keyingi topshirig'imiz tasodifiy sonni tanlash deb nomlanadi. Tasodifiy son tanlash. Xo'p, bu URL orqali ikkita son kiritiladi. Shu sonlar oralig'ida bitta tasodifiy son tanlab berish kerak. Masalan, random 5 10. URL orqali 5 dan 10 gacha oraliqda bo'lgan sonlar orasidan bitta tasodifiy sonni ko'rsatish mana shu topshiriqda topshiriq sifatida beriladi. Xo'p, 3-topshirig'imiz esa kalendar ko'rsatish. Bunda URL orqali yil va oy kiritiladi. Web sahifada o'sha oyning to'liq kalendarini ko'rsatish kerak. Masalan, kalendar 2024 3 URL orqali 2024-yil mart oyining kalendarini ko'rsatish so'raladi. Ya'ni kalendarni ko'rsatish deganda o'sha haftani qaysi kunlarga qaysi sana to'g'ri kelyapti, o'shalarni ko'rsatib berish so'raladi. Xo'p, demak, mana shu 3 ta topshiriqni bajarib ko'ramiz ekan sizlar bilan. Bularning hammasi oddiy. Biz hozir sizlar bilan o'shani ko'rib chiqamiz. Va agar o'zingizga ishonsangiz va siz nima desa ekan, takrorlashni dastlab o'zingiz amalga oshirishga qo'rqsangiz, nima qilasiz? Pauza qilib, har bitta topshiriqdan keyin pauza qilib, avval o'zingiz qilishga harakat qilib ko'ring. Mana biz birinchi topshiriqni boshlamoqdamiz va siz mana shu yerda to'xtatingda o'sha birinchi topshiriqni qilishga harakat qilib ko'ring. Qilib bo'lgach, bu yoqdagi biz qilgan ish bilan taqqoslab to'g'ri qildingizmi, yo'qmi bilib olasiz. Xo'p, ketdik. Birinchi topshiriq. Demak, birinchi topshiriqqa ko'ra biz dastlab URL orqali foydalanuvchining ismi va tug'ilgan yili olamiz va undan keyin yoshini chiqarib beramiz. Shu so'raladi. Xo'p, demak bizga dastlab proyekt kerak bo'ladi. Bitta proyekt yaratib, o'shanchalar qilib tashlaymiz bularni. Demak, terminal ochib olamiz. Operatsion tizimim yangi, shuning uchun ba'zi narsalarda muammo chiqib qolishi mumkin. Hozir birga to'g'rilaymiz o'shalarni siz bilan birga. Xo'p. Demak, Python bilsam venv myend virtual muhit yaratib olyapmiz. Xo'p, mana bu virtual muhit mana shunga kirishni so'rayapti. Yes ga bosib qo'yamiz. Xo'sh, adashmasam mana bu pip menga virtual muhitga ichiga kirish paytida bo'ladigan xatolikni to'g'rilagan bo'lishim kerak. Agar o'sha virtual muhitga kirish paytingizda muammo keladigan bo'lsa, uni qanday to'g'rilashni Telegram kanalimizda yozib o'tganmiz. Ha, to'g'rilagan ekanman, muammosiz o'tyapti. Xo'p, endi Django'ni o'rnatib olamiz. Pip install Django. Xo'p, mana Django'ni o'rnatib oldik. Endi yangi proyekt yaratamiz. Uning uchun Django admin byurodan foydalanamiz. Django admin start project config nuqta qo'yib qo'yamiz. Nomni xato yozibman. Mana. Config nuqta. Bo'lib yuboramiz va proyektimiz yaratildi. Endi unga bitta app qo'shamiz. Django admin. Demak, birinchi topshirig'imiz foydalanuvchi ma'lumotlarga aloqador bo'lgani uchun user deb nomlaymiz. Django admin. Demak, start app user. User degan o'sha appni yaratdik. Endi nima qilamiz? Proyektimizga bog'lab qo'yamiz buni. Settings fayliga kelib, mana shu install appsga qo'shib qo'yamiz. Installed apps user. Mana qo'shib qo'yildi. Xo'p, endi uni ichida birinchi topshirig'imizni bajaramiz. Demak, dastlab views ga kiramizda, views ichida yozib ketaman. Bitta funksiya qilmoqchimiz. Bitta funksiyamiz bo'ladi. View yozish yodingizda bo'lsa, biz HTTP response bilan viewlar yaratishni o'rgangandik.
o'sha narsadan foydalanamiz. Topshiriqni bajarishga bo'ladi. HTTP response dan. Demak, mana bu yerda chaqirib qo'yamiz uni. HTTP response. Xo'p, aytayaptiki, bizga demak foydalanuvchining ismi va yoshi beriladi deyapti. Xo'p, user info degan funksiya bo'lsin bu. User info view bo'lsinmi? User info view. Xo'p, dastlab request qabul qiladi. Request. Undan keyin esa name va birth date qabul qilinadi. Ya'ni tug'ilgan sanasi beriladi bizga. Xo'p, demak, birth year desak ham bo'ladi. Shunisi to'g'riroq bo'ladi-da. Biz aniq sanaga tushirmayapmiz-da, yil bo'yicha hisoblamoqchimiz. Birth year. Endi tug'ilgan yilini oldi, ismini oldi, hisoblab qaytarib olish kerak bo'ladi. Demak, to'g'ridan to'g'ri yozib ketsak bo'ladi. HTTP response mana shunday qilib qo'ydikda, keyin bunday qilamiz. Qaranglar. Joriy sana bo'yicha ishlaylik. Joriy sana bo'yicha ishlaydigan dastur qilamiz. Buning uchun datetime moduli kerak bo'ladi bizga. Datetime import datetime. Mana shu orqali biz hozir joriy sanani, joriy vaqtni olamiz. Demak, no degan o'zgartirish mumkin. Hozir degan ma'no bildiradi. datetime.no. Mana hozir buni ichidan yilni olsak bo'ladi. Year desanglar, mana yil chiqib keladi. Demak, mana bu yerga year deb qo'ysak bo'ladi. Hozirgi yilni olib kelib beradi. Endi mana bu yerda yozamiz format string. Demak, name sizning yoshingiz hozirgi yildan ayiramiz minus birth yearni. Mana shuni ayirib hisoblab qaytaramiz mana. Yoshingiz mana shunda deb, misol uchun 2000-yil tug'ilgan bo'lsa, hozir 2025-yil, demak 25 yoshda deb chiqaradi. Sizning yoshingiz 25 yoshda. Mana. Demak, shunaqa view yozdik. Tushunarli bo'ldi degan umiddaman hammaga. Xo'p, endi nima qilamiz? Endi bu viewimiz ochilishi uchun bizga URL kerak bo'ladi. URLs degan modul yaratamiz. URL pattern yozamiz endi. From Django .urls import pass URL pattern yozamiz. URL patterns. Xo'p, pass qachon ishlaydi bu? Buni ishlaydigan vaqti user deb kiritsamidi? Mana bu yerda yozgan, masalan user degan mana. User bo'ladi. Boshlanishi user. Keyin bu dinamik bo'ladi. Dinamik URL. Mana bunday qilib turib, demak dastlab str tipida name kiritiladi. Undan keyin esa bitta slash qo'yasizlarda, yana bitta shunaqa yaratib, mana yerda buni konverter yaratamiz. Unga int tipini beramiz. Int year. Mana dinamik URLimiz tayyor. Keyin unga view ni berib qo'yishimiz kerak. Views from .views import. Demak, user info view. User info view. Bu URLimizni nomlaydigan bo'lsak, pathimizni nomlaydigan bo'lsak nima bo'ladi? Keyin unga topshiriq bir nomini beramiz. Mana. Bo'ldi, bizda view bor, yaratildi. Endi buni tekshirib ko'ramiz. Python managepy run server. Ishlatish oldidan buni asosiy URLlarga bo'lmadik-ku bu yoqqa. Appimizni bu yoqqa kiritib qo'yishimiz kerak. Include pass qachon? Keyin user degan paytda mana shu yerdan o'taylik. User deb keladigan bo'lsa, unda shu yoqqa yo'naltirilsin. User bilan boshlansa. Include user.urls deymizda. Keyin mana bu yoqqa kelgan paytda urls qismida mana buni boshidagi user deb tashlaysizlar. Mana. Bo'ldi. Endi bu yoqdan user qo'shib beriladi, bu yoqdan esa ismi va yilini qabul qiladigan konverterni qo'shib qo'ysak bo'ldi. Shuni o'zi yetadi. Endi ishlatib ko'ramiz. Xo'p, bizda qandaydir xatolik bor. Bu taxmin qilyapman hozir. Formatda xato bo'lgan deyapti.
qayerdadir modul object ishlatilgan deyapti. URL patterns bo'lib qolibdi. Bitta p ortiqcha bo'lib qolgan, shuning uchun ekan. Bo'ldi. Shunaqa xatoliklar ham bo'lib turadi o'rtoqlar. E'tiborli bo'lamiz. URL patterns shunaqa nomda bo'lishi kerak. Ikkita p ketib qolgan ekanda. Bo'ldi, to'g'riladik. Endi bu yoqqa o'tamizda ishlatib ko'ramiz buni. Xo'p, ishlash uchun bu yerdan user deymiz, keyin esa user degandan keyin nima yozish kerak? Slash qo'yib, ismini yozish kerak. Odilbek. Xo'p, tug'ilgan yil 2007 kiritdim. Kiritadigan bo'lsam, type error xatoligi bermoqda. Nimaga? User info viewda unexpected keyword argument year deydi. Yilimiz intda bormadimi deyman. Ko'raylikchi. Bu yil-ku. Yil qiymati intda bo'lmaydi, uni intga o'tkazib olish kerak. Yilimizning qiymatini mana bunday qilib int qilib qo'yamiz. Qani nima bo'lar ekan? Yangilandi, ko'ramiz. Xo'p, bunda ham shunaqa chiqaryapti. Type error yerimizda aytyapti. Keyword argument deydi. Xo'sh, qanday nima bo'ldi endi ko'raylikchi. Response rapid callback quarks. Tushundim. Mana bu year bo'lishi kerak ekan. Mana shu year bo'lishi kerak bo'lgan qiymati. Biz esa mana bu yerda no year deb o'zgartiramiz buni. Bu no year bo'ladi. Bunisi birds yer bilan almashadi. Nima uchun bu xato chiqdi? Sababi nima qilar ekan bu? Bu yoqda URLda ko'rsatdi-ku, bu name bo'lsin, bu year bo'lsin deb nomladik-ku. O'sha bo'yicha funksiyani qiymatlarini qidiryapti mana bu yerdagi. Qiymatlarni qidiryapti-da, shu bo'yicha muammo bo'ldi hozir bizda. Bir xil nom kelmay qolgani uchun. Demak, buni ham o'rgandik. Qachon mana shu xato chiqadi? Buni ham tushunib oldik. Mana amaliyotimiz mobaynida amaliyot bizga shunaqa narsalarni o'rgatadi. Mana endi ko'radigan bo'lsak, mening yoshimni ko'rsatmoqda. Mening yoshim 18 da. Odilbek sizning yoshingiz 18 da deb chiqarmoqda. 2025-yil holatiga ko'ra azizlar. Xo'p. Endi nima qilamiz? Qisqasi mana birinchi topshiriq bitdi. Birinchi topshiriqni bajardik. Tabriklayman. Xo'p, endi ikkinchi topshiriqqa o'tsak bo'ladi. Ikkinchi topshiriq 2 tasodifiy son tanlash deydi. Xo'p, shu o'rni mikrofonni tekshirib olay, ishlayaptimi? Hammasi yaxshimi? Xo'p, yozib olmayapti. Bu yoqdachi? Bu yoqda ham yozib olmayapti. Xo'p. Ikkinchi topshiriq tasodifiy son tanlash deydi. URL orqali ikkita son kiritiladi. Shu sonlar oralig'idan bitta tasodifiy son tanlab berish kerak. Masalan, random 5 10 URL orqali 5 dan 10 gacha bo'lgan sonlar orasidagi bitta tasodifiy sonni ko'rsatish deydi. Xo'p, ketdik. Demak, buni to'xtatib turamiz. Dasturimizda proyekt to'xtatamizda nima qilamiz? Biz yangi app yaratamiz. U appimizning nomi random range deylik. Mana, random range nomini oladi. Bu, ya'ni diapazon oralig'idan random qilish degani. Diapazon random degandek. Shunaqaroq narsa bo'ldi. Xo'p, endi buni settingsga qo'shib qo'yamiz, random range-ni. E'tibor bering, userdan keyin virgul qo'yish esdan chiqmasin. Bo'lmasam user bilan random range qo'shilib ketadi. Bu sintaksis nima deydi? Shunaqaroq narsa bor. Pythonda ikkita qo'shtirnoqli matn ketma-ket kelib qolsa, ikkisini biriktirib yuboradi. Shuning uchun virgul esdan chiqmasin. Bo'lmasam, nima deydi? Model errormi shunaqaroq xatolar orasida topolmadim deydi. Xo'p, demak, random range. Endi nima qilamiz? Uni app-ga o'tib olamiz. App-ga o'tamizda appni ichiga kirdim. View yozishdan boshlaymiz. Keyin men terminal pastroq tushirib turaman. Xalal nima tursin. Xo'p. Demak, http response chaqirib olamiz. Bizga ikkita son keladi, A va B. A va B sonlar keladi. Def deymizda random range view deb nomladim. Xo'p, dastlab request bo'ladi. Undan keyin esa A va B sonlarimizni olamiz va biz random qilishimiz uchun tayyor random shunaqa narsasi bor, random kutubxonasi bor Pythonda. Random import rand range degani bo'lardi. Rand range bor, keyin rand int bor.
Rand range degani ana nima qilardi? Flat qiymatga ega bo'lgan sonlarni ham generatsiya qila olardi. Adashmasam, bizga rand int kerak. Butun sonlar bo'lishi kerak. Rand intni olamiz. Xo'p, rand intni oldikda endi nima qilamiz? Xo'sh, a va b larni o'shanga bersak, tasodifiy son olib beradi. Misol uchun son deysizlarda, son teng deb turib rand int. Mana bunda ham a va b deb qo'ydi o'zi, ketma-ket qo'yaversanglar bo'ldi. A va b deb turib, keyin esa nima qiladi? Return deymizda. Xo'sh, http response tasodifiy son bizda nima bo'ldi? Son qiymatiga ega bo'ldi. Mana shu tasodifiy son bo'ldi. F string qilish yotdan chiqdi. Mana bo'ldi. Ikkinchi bu yerda mana shu http response qo'yayotgan paytlaringizda HTML kodlardan foydalansanglar bo'ladi. Misol uchun mana buni qalinroq qilib qo'yish uchun b degan tegdan foydalanaman. Mana bu yerga b deb teglarga o'rab qo'ydim va endi tasodifiy son deganim qalinroq bo'lib chiqadi. Mana hozir natijasini ko'ramiz. Dastlab URL qo'shaylik unga. URL qilib pass qo'shamiz URL modul bilan. URLlarimizga pass qo'shamiz. From Django URLs import pass. Esda qolishlaringiz uchun har bitta topshiriqda alohida applarga bo'lib yozyapman. Bu narsalar mana bu URL patternlar shunaqa narsalarni qayta yozishlaringiz uchun. Sizlarga ham shuni tavsiya qilaman. URL patterns. Shunda esingizda qoladi yaxshilab. Hammasini bitta appga tiqishtirsanglar, ba'zi narsalar esingizdan chiqadi. To'g'ri, vaqt yutishlaringiz mumkin, lekin mana bunaqa applarga yoyib, o'zingiz uchun foydali qilib ishlash sizlarga hozirgi paytda eng to'g'ri yo'l bo'ladi-da. Xo'p, demak, buni boshiga random degan narsani u yoqda qo'yib beramiz. Mana bu yoqdan qo'yib beramiz, mana bu yerda. Mana bu yerda ham virgul esdan chiqmasin. Listning har bitta elementda virgul bilan ajratilishi shart. Xo'p, pass deymizda random deb kelsa, ana shu random degan appimizga yo'naltirilsin deymiz. Include random.urls. Xo'p, endi bu yoqdagi URLga kelsak, bu yoqdagi URLimizda nima bo'ladi? Dastlab int tipida a olinadi. Undan keyin esa int tipida b qiymati olinadi. Qiymatlar olingandan keyin view ni ko'rsatamiz. From .use random range view. Xo'p, bu pazna nomlaydigan bo'lsak, paz nomi random topshiriq 2 deb qo'ya qolamiz. Topshiriq 2. Xo'p, endi ishlatib ko'rsak bo'ladi. Yana qandaydir xato qilibmiz? Random URLs. Topishda muammo bo'lganini aytmoqda. To'g'ri. Mana buni nomi boshqacha edi. Random range degan edi, appimizning nomi. O'shani xato qilibmiz. Mana bu yerda random emas, random range bo'lishi kerak. Mana. Shu app nomlarida ham xato qilmasligimiz kerak. Mana bo'ldi. Endi to'g'ri ketyapmiz ekan. Xo'p. Bu yoqqa kelamanda, URLni ishlaymiz. Endi nima qilamiz? Mana bu user degan o'rniga random deb yozaman. Random va birinchi soni 11, ikkinchi soni 22 kiritdim. Tasodifiy son 19. Sahifani yangilaymiz 17. Mana. Tasodifiyni tanlab olinyapti, tasodifan. Mana. Mana shuni tasodifiy son tanlash deyiladi. Ko'rganingizdek, mana bu tasodifiy son degani qalinroq bo'lib chiqyapti. O'sha bitigini qo'yganimiz uchun. Mana. Shunaqa qilib, biz ikkinchi topshiriqni ham tugatdik azizlar. Endi uchinchi topshiriqqa navbat. Uchinchi topshiriq bir qarashda qiyindek ko'rinishi mumkin, lekin bu ham juda oson. Kalendar ko'rsatish. URL orqali yil va oy kiritiladi. Web sahifada o'sha oyning to'liq kalendarini ko'rsatish kerak. Masalan, kalendar 2024-3 URL orqali 2024-yil mart oyining kalendarini ko'rsatishimiz kerak ekan. Xo'p. Ketdik, bajaramiz. Buni ko'rish uchun bizga kalendar app kerak bo'ladi. Keling, uni kalendar app deb nomlaymiz. Modullar bo'yicha muammo yuzaga kelmasligi uchun.
Xo'p, settings pagiga kelamizda installed apps qatoriga listiga kalendar appni qo'shib qo'yamiz. Nimalar ochilib ketdi? Mana bu ortiqchalarni yopib turaylik. Xo'p. Settings appga o'tdim. Kalendar app qo'shib qo'yildi. URLsga hali yaratmagan bo'lsak ham shu qo'shib qo'yaylik, esdan chiqib ketmasin mana bu yerda ishlash. Paz deymizda. Xo'p, bu yerda kalendar desa yo'naltiramiz o'sha appga. Kalendar. Include kalendar.urls. Mana. Kalendar app eda, kalendar app.urls. Mana. Bo'ldi, ko'rsatildi app nomi, urls moduli. Xo'p, endi kalendar appda o'ziga kelamizda view yozamiz. HTTP response. Xo'p, qaranglar, endi kalendar qanday chiqamiz? Kalendarda ishlash uchun bizda tayyor kalendar moduli bor. Uning ichida esa HTML kalendar degan klass bor. O'shandan foydalanamiz hozir sizlar bilan. Mana kalendar moduli import qilamiz, HTML kalendar. Mana. Endi mana bu funksiya orqali biz oy va yilni olamiz. Kalendar view. Dastlab request beriladi. Undan keyin esa dastlab oyni olamiz, keyin esa months. Dastlab yilni olamiz, keyin oyni. Mana. Shunday bo'ldi. Endi qaranglar. Cal deb nomladik, kalendarni qisqartirdik va HTML kalendarni unga berasizlar, ochib obyekt yarattirasizlar. Keyin esa format qilamiz. Format months deysizlar. Format months, oy bo'yicha formatlash. Bu yerda ko'rib turganimizdek the year, the month qiymatlari bor. The year, the month. Demak, dastlab o'sha year qiymatini berasizlar bo'ladi. Undan keyin esa oy qiymatini beraveramiz. Months. E'tibor bering, int tipida bersanglar bo'ladi. Endi natijani nima qilamiz? Natija bizda o'sha HTML kalendar paydo bo'ladi. Bu yog'iga hech narsa qilish shart emas, shu callni o'zim chiqarib olsam bo'ldi, yetadi. Ya'ni buni nima qilamiz? Return response yo'q. HTTP response. Mana HTTP response ga callni berarsak, o'sha kalendarni chiqarib beradi. Faqat bitta tavsiya bor sizlarga. Buni nima qilamiz? Mana bunday f stringga qolib center degan tag bilan birga yuboramiz. Center mana bo'ldi. Kalendarda o'sha markazda chiqarib olish uchun. Endi mana shu yozgan view'imizni ishlatib ko'rishimiz kerak bo'ladi. Buning uchun URL modulini yaratamiz. URLs moduli. urls.py from Django urls import pass url patterns. Demak, dastlab yil olamiz dedik, int tipida yil. Year. Undan keyin esa int tipida months, ya'ni oy olinadi. Yaxshi, endi view'ni ko'rsatamiz. From .views import calendar view. Nomi esa topshiriq 3 bo'ladi. Bo'ldi, kerakli ishlar qilindi. Endi ishlatib ko'ramiz. Xo'p, yaxshi, bu safar xato chiqmadi. Oxirgi ikkita topshiriqda bitta-bittadan xatolar olgandik. Endi ishlatib ko'ramiz. Xo'p. 8000, undan keyin nima deb yozish kerak? Kalendarni qanday yozgandi bu? Qanday yozgandik? Mana bu yerda qarang, shunga qaramiz. Kalendar o'zimizda kerak ekan. Kalendar, undan keyin yil 2025, 3-oy. Hozir 3-oy, to'g'ri, mart oydamiz. Yubordik. Ya, hech narsa chiqmadimi? Muammo yo'qmi o'zi bu yoqda?
200 berilgan 69 viewda qandaydir xatolik ketmadimi? Keyin mana shu calldan chiqayotgan narsani print qilib ko'ramiz. Print call. Balki yana qo'shimcha nimadir kerakdir bunga. Ingredient bo'lsak, mana kalendar obyekti mana shunday qaytayotgan ekan. Buni HTML ni olishimiz kerak. HTML ni olish uchun nimasi bor edi? Format HTML ni olish uchun nima qilardi, callni? Bitta aylanarmidi? Hozir eslay olmayapman. Shu aylanib ko'raylikchi. Agar o'shanda bo'lsa, ana unga qo'shib chiqamiz-da. Hozir ko'ramiz qani. For in call qilamiz va print nima qaytadi ko'ramiz hozir. Qaytashga tushirdim. Xo'p, natijada call eshitmagan object is not iterable deydi. Buni aylanib bo'lmaydi deyapti. Xo'sh, unda ichida qiymat qanday olar ekanmiz? Call. Nimalari bor o'zi buni? First weekday, third format months, formatlarimiz bor. Iter months days deydi. Iter months dates. Mana iterable'lari weekdays, year days, calendar. Biz nima qilamiz? Iter months days deganni ishlatamiz. Months days. Shuni ishlatib ko'raylik. Iterable qilib qaytarar ekan, year months kiritilsa deydimi? Year bilan months kiritilsa o'shlarni qaytaradi deyapti. Shoshmanglar-chi. Bittasi esimga kelib qoldi. Mana bu ham qiymat qaytarmasmi-ki format qilingani, format months. Mana S tartibida qiymat qaytaradi deyapti. Biz o'shani callga tenglashtirishimiz kerak edi. Callga tenglashtiramiz va menimcha ishlatishda xato qilganman shu yerda. Mana endi ko'radigan bo'lsak, mana bizga mana bu chiqarib berildi. Bo'ldi. Mana biz kutgan narsa, kalendar chiqib turibdi e'tiborimiz markazida. O'sha format months degani bizga qiymat qaytarar ekanda, mana str. O'shani ushlab olib turib, bu yerda chiqarish kerak ekan, men adashibman. Xo'p, endi nima qilamiz? Bo'ldi, mana 3-topshiriq ham chiqdi. Mart 2025, month, Wednesday, Tuesday, Friday, Saturday, Sunday. Mana ko'rib tursa, kunlarga mos qilib qo'yib bergan. Mana. Oxirgi sana 31-mart, bu dushanbaga to'g'ri kelar ekan. Ko'rib tursa, 21-mart yaqin bizga Navrozga yaqin vaqtda olyapman bu videoni. Xo'p. Xullas, mana 3-topshiriqni ham tugatdik. O'ylaymanki, bugungi videomiz ancha sizlarga ma'qul keldiligini aytaman. Ya'ni bu videomiz shunchaki topshiriq bajarishgina qolmay, o'zimizdagi ba'zi kamchiliklarni to'g'riladik. Ya'ni qanaqadir xatoliklarni o'rgandik. Misol uchun men yana o'rganganlarimdan o'sha HTML kalendarni takrorlab oldim. Qanday ishlashlarini. HTML kalendar ham keyinchalik mana shunaqa narsalar sizlarga kerak bo'ladi. Bu tayyor shunaqa narsani yaratib beryapti. Qarang, bu orqasida jadval bor. HTML bilan ishlagan. Bu ham bir kunlaringizga yarab qoladi, o'rtoqlar. O'rganib qo'yish zarar qilmaydi. Keyingi darslarimizdan biz HTTP responsdan voz kechamiz. To'liq emas u, ba'zi joylarda ishlatamiz, kerak bo'lib qoladi u ham. Asosan endi templates degan narsani o'rganamiz, shablonlar. O'sha HTML fayllarda o'zini yozib bo'lib, bu yoqqa Djangoga bog'lash, statik fayllar bilan ishlash degan mavzularga yetib keldik. Keyingi darslarimizda tomosha qiling. Keyingi darslarimizda ko'rishguncha